O'zbeklar uchun yana bir mudhish falokat e'lon qilindi. Farg'onada ota, xotini va 2 bolasining qotiliga aylandi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimizdan yanada birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videolarimiz ostida like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Farg'ona viloyatida erkak xotini hamda 2 yosh bolasini o'ldirdi. Bu haqda Qalampir.uz so'roviga asosan Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov ma'lum qildi. Qotillik kecha 29 noyabr kuni Quva tumanida sodir etilgan. 34 yoshli ota, 31 yoshli turmush o'rtog'i, shuningdek 5 yashar qizi hamda 1 yashar o'g'lini qasddan o'ldirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bilan jinoyat ishi ochildi. Gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlandi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq ham Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumani Nursug' mahallasida yashovchi 34 yoshli erkak aliment to'lovi sababli xotini hamda 2 yoshli qizini o'ldirib qo'ygandi. Shuningdek, Surxondaryo viloyatida 71 yoshli erkak tushlik tayyorlamagan xotinini o'ldirganligi ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarni keltirib chiqargan edi. Ushbu holat ham aynan nima sababdan sodir etilganligi hozircha noma'lum, ammo surishtiruv ishlari davomida albatta barchasiga oydinlik kiritiladi. Hurmatli tomoshabin, videoroligimiz kerakli joyga yetib borishi uchun like tugmasini bosib qo'ying.